Uzun PHP dersi 16. qism PHP'deki include. Mülazimdir yığızdaki öz içiga ilish SSI arqılı funksiya betüsti ve betas qatarlıq elementlerini tekrar işletiş buldu. Ma'lum PHP hücretini icra buluştan burun yana bir PHP hücretiga qıstırış üçün include yoki require buyruq cümlesinden faydalanamiz. Bu ikkisining farqi require cümlesi ecelli xatolik, mavo compile error sodir qilgan program yurgizishni to'xtatadi. Include faqatla ogohlantirish ivorni uchur berdi, lekin programma davomli ijro bo'laverdi. Agar o'z ichiga olgan hujjat normal qistilmagan ahvol ostida programma davomli ijro bo'laversin desak, include ni ishlasak bo'ldi. Bir qism ramka, CMS va PHP qo'llanilgan programlarda require ishlatildi. Bu programning mukammalligi va bexatarligi uchun foydali. Masalan, qaraydigan bo'lsak, include ni masalan ma'qulatda buni grammatik ismiga hujjat nomi keldi. Ammo require nisbatan o'xshash meyaga hujjat nomi keldi. Meğerki əmili misal qaraydigan bolsaq, masalan, menu degan bu hujjatniki ichida meyada bu menu PHP degan hujjatni bir qitim meyada qistirib etgan bo'lsa, undaqda menu PHP-niki mazmuni meyada tizimlik uchuri, tizimlik uchurni meyaga cho'g'an mazmunni bevosita holda mushaga qistirib yutkab ishlataverdi.